Prezidentimiz tavsiyeleriine esasen her ayda 3 marta her bir bank özünün mecazlarını, özünün klientlerinin tedbirkarına uçuraş gerek. Bir de uçurashdan maksat ne? Uçurashdan bir de maksat bank özünün produktları arkalı, bu tedbirkarların muammasını yetiş arkalı, tedbirkarların için yeniden rivajlandırış, misal üçün şu arkalı qanday iş yolu açılış gerek, iş yolu açılış, devlet yapılış, tedbirkarların işini bitirip, sağlıklar böyle noktalar tedbir yürüyüşü noktaya nazarına uçuraş teşkil edilen bugün növbetli uçurashımız, özellikle 3. uçurashımız, moş ötkengi uçurashlarda kimler katnaşkandır, kimler çıkartmaşıdır. Şimdi bir yerde bank esası bir turan fuqarolarga, tedbirkarlar veren kreditler hakkında to'xtalib o'tadigan bo'lsak, misol uchun oilaviy tadbirkorlik bo'yicha, oilaviy tadbirkor jamg'armasi bo'yicha ajratiladigan kreditlar bor. Bu bilasizlar 18%dan hakimiyatimiz orqali, tavsiyasi orqali berilgan kredit. Bundan tashqari shu imtiyozli kredit evvelki davrlarda normal, yaxshi foydalanib, yaxshi yoqqan ijobiy kredit tarixine ega bo'lgan fuqarolarga inklyuziv kredit turi var. Bu naqd pulda berilgan kredit 50 milliongacha kefillik bilan beriladi. Bu xotin qizlarimizga 24%dan, erkaklarga 25%dan, 36 oyga 6 oy imtiyozlar bilan beriladigan kredit. Bundan tashqari bu kreditni olmaganman, oilaviy tadbirkorlik olmagan ekanimizni boshqacha aytsak bo'ladigan bo'lsa, buna zalog asosida beriladigan kredit bor. Bu faqat plastikka tashlab beriladi. Bu 100 million so'mgacha beriladi. Zalogda qiymatidan kelib chiqqan. Zalogga beriladi. Faqat o'zining mulki bo'lishi shart emas. Qo'nisini tanish, biz jo'ray do'stini mulki bo'lsa da bo'ladi. Faqat bu yerda zalogga qo'yilgan talab bor. Ya'ni avtotransport vositalari uchun so'nggi 5 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina kerak. Mo'sh texnika kerak. Bu deganimiz 2020-yildan buyog'ida ishlab chiqarilgan transport vositasi kerak bo'ladi. Bu yerda uylar ham, natural binolar ham qo'ysa bo'ladi. Uylarni qo'ysa bo'ladi, faqat unda qo'shimcha talab bo'ladi. Bu yerda misol uchun fuqarolarimizda 2 dona uy bo'ladigan bo'lsa, shu ikkinchi uyga u ehtiyoji kam bo'lishi kerak, yashab o'tirmoqchi bo'lishi kerak edi-da. Shu uyda hech kim propiskalar bo'lmagan bo'lishi kerak. Shunday holatda u ikkinchi uydan qo'ysa bo'ladi. Boshqa natural bino, magazin, sklad, shunday binolarga qo'yib foydalansa bo'ladi. Keyin tadbirkorlar uchun prezident 212-sonli qaror asosida ajratilgan kreditimiz bor. Bu 6 yilga 2 yil imtiyozlar bilan beriladi, 20% dan beriladi. Bu 20% bu qo'shko'pir her bir tuman respublikada kategoriyalarga ajratilgan qo'shko'pir 4-kategoriyaga to'g'ri keladi. 4-kategoriyaga 20% dan belgilangan. Bu yerda kreditning maksimal qiymati 300 million so'm. Ya'ni bu yerda 300 million so'm 100 millioni kafillik bilan beriladi, qolgan 200 millioni zalog asosida beriladi. Misol uchun kimdir 200 million kredit oladigan bo'lsa, faqat 100 millionga zalog qo'yiladi. Misol uchun obishli holatda kelgan vaqtda 200 million kredit olacak vaqtda sizlardan biza faqat 200 millionga o'zidan zalog so'raymiz. To'liq summaga. Bu 312-sonli qaror bilan esa unday emas, faqat 100 milliondan ziyod qismi, deylik 150 million olaman desangiz ham 50 milliondan zalog qo'yib berishga to'g'ri keladi. 100 milliondan tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash kompaniyasining kafilligi asosida qilib olinadi. Asosan bu yerda bizlar berib turgan keng tijorat kreditlarimiz bor. Misol uchun o'zlarimizga mijozlarga doimiy счетdan ochib ishlar, shunday oborot qilib keltirganlarga savdo kreditlar bor. Bu yerda asosan sizlar toza klient bo'lmoq uchun sizlarga tushadigan kredit turlari shunday. Kimda masala bo'lsa, demak zalog asosida olishimiz mumkin bo'ldimi? Zalog asosida birinchi olish bo'lsa kredit. Birinchi olish bo'lsa asosida olish mumkin. Faqat bu yerda, ya'ni yuqorida e'tibor etganimiz kredit normani olib yoqqan bo'lsa, Respublika Markaziy bank tomonidan potensial mijozlar ro'yxati shakllangan. Bu yerda misol uchun bizning ham otimlarni qarab ko'rmadan, siz otingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni shu odam misol uchun sizni misolingizni aytadigan bo'lsa, siz otingizda bir firma ochasiz, firma ochib turib, ana shu faoliyatdan kelib chiqib, ana shu olsa bo'ladi kreditni. Lekin yuridik shaxs tashkil etgan holatda, prямо jismoniy o'z otingiz emas, hozir kredit olmoq taqdimotlarni tur jismoniy olib turibmiz, bunday emas. Bu yerda yuridik shaxs tashkil etgan holatda shu ro'yxatda shakllangan fuqaroning nomini faqat. Может siz yo'qtirsiz, может men yo'qtirman, boshqalar bordir. Shu bor fuqarolar bu yerda foydalanib beradi, bu yerda. Mana shunday masala. 17 millionni sug'urtadan chiqarib qo'yamiz. 17 millionni aytmoq, 17 million u kafil bilan. Kafil bilan faqat yani biznesga birinchi qadamdan kiritimiz bor. Bu faqat xalq banki misol uchun biriktirilgan mahalla doirasida. Misol uchun hozir bu yerda rayon 3 ga bo'lingan, ya'ni Agrobank, Xalq bank, Mikrokredit bank. Bizlarda 18 mahalla, Agrobank 18, Mikrokredit 14 mahalla. Ularda da o'zlarining yo'nalishi bo'yicha ularda kelib bor. Hozir ularning mahallasini fuqarosi bizga kelib so'rasa, biz 17 million berib beramiz. Xuddi shunday misol uchun sizlar bizdan mahalla biriktirilgan mahallada yashasangiz, Agrobank, Mikrokreditga borsangiz, ular berib beradi. Faqat o'zining chegaralangan mahalla doirasida. Buni kafillik bilan beramiz.
Bunu şartını bilseniz 2 yılga 17%, 27%dan 17 milyon so'm. Klasik Memleketler taşı. nasıl? O yedirmiyor. Yok 27%. Yani şimdi. Yani 17. yıla gelecek maşinamız neyse. Soğuk ağabeysi. Yok. 17. 20'leri bu son 5 yılda işlemiş. Asgari. Siz 5 yıllık maşinalar zaloga paylanmasa, kredit 3 yıl 8 yıllık maşin bo'ladi. Kredit müddeti tugagancha 8 yıllık bo'ladi. Hozir bu niyatidan olsak, yana 5 yil, hozir o'zida 3 yillik maşin, 17 bo'lsa 8 yil, hozir o'zida 8 yillik maşin. Bu kredit tugagancha 11 yillik maşin bo'lib ketadi. Ko'rib tursiz, mashinani vaqt o'tgan sayin baribir nelarni eskiradi, jismoniy eskiradi, ana shu baribir eskirish holati bor destekisdan. Yoki binolardan, mashinalardan shunday. 50 milyondan sabah oynamış. 20'den bir yarım ötüredi. Kredit siyaseti var, bank özünde kredit siyaseti belgilengen, son 5 yılda işlep çıkarmakta transport vasıtaları ko'rsatib o'tilgan. Joy bo'lsa joydan talab bor, misol uchun natural bino bo'lganda da yani paxsa bizlarda Xorazm shaharida paxsaboydan quriladi joylar. Joylar misol uchun bo'lsa, u magazinlar qurilishi mumkin, salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Bu paxsaboylardan o'tilmaydi-da. Ertangi bir kun bank o'zini straxovkasini qilish kerak-ku. Mabodo kredit qayta bu joyni sotolmagan taqdirda, dim bo'lmasa biziq materialni sotib, material qilib kredit undirish mumkin degan bir straxovka bor. Boshqa netib bo'lmaydi, boshqa foydalanib bo'lmaydi. Yani şu nuqtai nazardan kreditni zaloga qo'yiladigan mulklarga talablar bor, o'zini yarasha, bankning o'zidan kelib chiqqan holda. Bizlar ham, misol uchun, ham karbishdan olmaymiz. Yani shundaylar bor. Misol uchun hozir buni beton plita bilan bostirilgan, og'och plita bilan bostirilsa arzonroq bo'ladi-ku. Beton plita bilan bostirilgan joyda qiymat balandroq bo'ladi. Yani shundayda. Yani shunday boshqa yana nima masalalar bor. Asosan shu narsa esa rahmat, vaqt ajratib olganingiz uchun.